Sesarga qolmadi menda. Sesargalar deylar. Sesarga qolmadi. Ya haqiqatdan endi Bahodir aka sizni nimalaringizni ko'rdim, haqiqatdan chiroy zotlardan bor ekan. Endi o'zi qolmadi yo bormi? Hammasi mashinada. Bunaqa ko'rayotgan bo'lsanglar, bunaqa insonlar baribir qolmaydi, u baribir bo'ladi-da. Qon bilan kirgan, jon bilan chiqadi. Qon bilan kirgan, jon bilan chiqadi. Endi shu asnosida bu ana bizni akalarimiz ham ko'rib o'tirishibdi-da, ishqibozlar ko'rib o'tirishibdi. Bahodir akadan so'radim hozir, necha yilga ishqibozsiz? Qachondan bu qiziqishlar kuchayib ketgan? Sam где-то bir 30 yilcha bo'lib turdilar. Siz ham bir eski dakan ishqibozlardan ekansiz dedim. Asosan siz urushtirasizmi yo zotkammi desam, yo zotga. Biz tayyorlab nima qilamiz dedilar. Tuzmayapmanmi do'stim? Yo'q. Bakoy. Yaxshi. Shu Sizga davraga chiqishga noqulaydi. Ishimiz xalal berib qoladi. shunaqa. Yoqdan olib chiqaylik, quradi. Oqsoqlaradi. Sizda qanaqa endi zotlar bor? Endi koreys bor. Koreys, ha? Koreys. Bitta nimani Drakon nimaga bitdilar? Dragon Mahmujonga ketdi. Drakonni onasi shu yerda. Lochin 70. Hozir Sal pasaytirib qo'ygin. Ispan bor dedimi? Lochinlar Koreys bilan. bor, toza koreys. Ganoy bor. Hozir 55 million yutgan Xorazm primoy bolasi bor. Pramoy bolasi bor, ha? 55 million yutgan, ha? O'tirgan dekabr oyida, o'sha dekabr yanvarda esasizlar, pochta yutgan o'sha primoy bolasi bor. Tampon degan laqabli Xorazm bolasi. Tampon. Donni ketgan, ha, shuni. Lochin. Universal bor bitta. To'rtta xo'roz bo'lyapti. Qolganlari endi o'sha xil zotlardan bor. Makionlar. Hozir to'rtta zotda xo'roz bor. Hozir Bitta universal, bitta koreys, bitta 11 million zotidan bor. Bitta 55 million yutgan o'sha xo'rozni tampon laqabli xo'roz bolasi bor. To'rtta o'zimda bor. Zotga. hozir mana Bahodir kecha videoni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak va bizni ko'rayotgan obunachilar ham, aka-ukalarimiz ham ko'rishgan. Mana olim Mahmudjonni chiroy zotlari ham ko'pgan, oppo. Yomon chiroy turagana. Laylaydi, ular laylaydi. Germanmi? Nemis. Ichida nemis. Nemis, 100 TL'da nemis, 100 TL. Nemis 100 TL'ni haqiqiy tozasini ko'raman desanglar, o'taverasizlar bemalol. Mahmud vlog desanglar chiqadi, shunday o'tib Bu ko'raverasiz. o'zi Mahmud vlogda chiqibdi-ku bu. Yo'q, shunda chiqdi. Odamlar adashmay qolaveradi. Tavba, o'zi Mahmud vlogga video qilyapmiz-ku. Bu haligi layla nimalar o'ta go'zal. Bular prosta obunachilar bo'shnaga ozgina to'lovim bor edi, shuning uchun bo'lmasa uni umuman sotmasdim Bahodir aka. Chunki hozir o'zi ko'zi burnidan payt keldi-da. Yiltirib, inan hepta narsaga ko'p ahamiyat berdim. Tagini 2 kun tozalamay qo'ysam, balo topib qoladi, suv to'kilganda. Agar ashjoti yotmas ekanda, o'zini shunaqa ozadi ushargan, men tovuqni bilamiz, tovuqni yeb bo'ladi. Lekin shunaqa ozada bo'lar ekan. Bitta joyda bu axlati yo'q. Даже oyog'ida. Nash bu haligi mana Mishrlar ham juda o'zini avayladiga tushunishgan. Bir ittaladi o'shda men aytib beraman shu narsani. Itlar kirdi 12 ta dedim-ku. U ikkita narsalarni yeb ketgan bo'lsa, itlar kirib bu qilib olib to'polon bo'lgan paytda qara unligini jim yotibdi-da. Jonivor qarang, jim yotibdi. Pitir qilmaydi-da, Bahodirga qara. Neriga nemis zotlar bilan Vyetnam zotlar jim turganda, bag'dagilar inoga nima boshlagandi. O'g'liga deydi, o'zi jiyanim nimasi ko'rgan ekan. Ana bag'dagi koreyskiy oxunakadan olgan xo'rozim tumshug'ini tiqqanda tepganligini ko'rgan ekan. To'g'rilab turib, prosta qo'rqib qochib ketdim. Deydi, mana ancha vaqt o'tgandan keyin qara. Qo'rqib ketdim, men podda qattiq podda itlarni ko'rib, tualetdan chiqa olmabdi avvaliga yarim soat. Keyin chaqirsam jiyonni-da. It kirganda, itda turganda tualetda bo'lganlar. Keyin u chiqamon desaki, haligi qatagim ichida, mo'lg'onaning ichida
to'da it bo'lganda juda ko'p bog'da ham ishda ko'payib ketgan, ishi o'chib qolgan. Ketaman deb o'ylashim bundoq bo'lganda uylardan chiqqanlar. Chiqib darvozani ochganlarda endi sigirlar qistab qolganmi bilmayman. U haligi parrandalar uniki emas bo'lganda, agar uniki bo'lganda uzun oq qo'ldan, cho'q qo'ldan tashardi. Sen shunchasini ko'rib bo'lsam yugurlagansan, qo'lingga ketman dastan o'sha. Xuddi shunga narsada bu insoniylik narsa shuda. O'ziniki bo'lsa achinadi, o'ziniki emas bo'lsa achinmaydi degani shuda. Oyog'i tishlagan o'ga qarang. To'dani boshi men bilan urushdi. Qolgan og'da dummi xoticham ko'tti yerga qo'yib tomoshabin. Haligi yiqitish uchun oyog'i tagidan ushlab tishlab tottirgan. Men aynan tottirganimda tottirganimda men haligi ketmon dastasi bilan urganimda tizzam aralash urganman-da. Tumshug'ida bo'ladi deydi-ku jonim. Bangitku. Qochaman degdi belga umurtqaga urganimda umurtqa sindi-da, g'arsdi. Orqa oyog'i ishlamasdan old oyog'ida chiqib ketdi-da. Old oyog'i chiqib ketdi. Chunki azartdaman edi, bular hamma menga yaxshi ko'rib bergan narsalar, yaxshi ko'rgan narsalarim turibdi-da edi. To'g'ri. Endi o'ylab ko'rib Mahmudjonni mana eshitib oldilar, Tohirjonnikiga ketyapmiz. Gapiga. O'zbek koreys zotlariga. Ko'rishganmi u Tohirjon ekan bu Nimani? videolarda chiqqanlarmi? Yo'q, chiqmagan. Videolari bor. Birinchi marotaba. Birinchi marotaba bo'lyapti. Bo'lsam Men borganman, gaplashganman, yigit ajoyib bola ko'rasizlar. Lekin u arzonchi emas, bu ham. Uniki ham davraga chiqib yurgan xorazmlari hammasi Tagizoti zoti xoni urushib yurgan, Jamal Tohirjonga bildirmasdan shunday nazar soldim oyoqlariga-da. Ilyos aytgan oyoqlaridan o'shancha ekan. Faqat bilmaymiz. To'g'riga. siz oldin o'zingiz borib keluvdingiz-da? Kecha borib kelib, mana endi bugun bizni bilan gaplashib, shunaqa desam, Bahodirga qanaqa bo'ladi? Qanday bo'ladi ekan? 100 dollar bersam bo'ladi. Biz pul to'g'risida gapirmaymiz, hozir sekin. Zotidan olsa ketadi. Bitta zotni olsangiz ham sizga u kamida 300-500 dollarlaydi. Undan cho'lanib to'g'ri chiqdi. Shu xudo xolasa olib borib ko'rasan mana. Unda ham ajoyib ekan men ko'rdim. Janob sog' bo'lsin, ha. Bu haliga nimaga qiziqib shu urishtirilmasa, o'sha tomosha qilib qaqqalab yurishsa, toza, lekin baribir haligi toza narsani boqib, kuyvorib, tomosha qilish boshqa ekan. Hashaki narsani kuyvorish, tomosha qilish boshqacha ekan. U kayfimdan buni kayfi zo'rroq ekan unga. Haligi maza qilib olar ekansiz-da. Tomosha qilib. Ayniqsa bir joyda. Endi mana shunaqa qilib sizlarga qo'shilib yuraversam, mana yaqinda takanchi bo'laman deb aniqroq-da. U o'tkaz bir aytganda 50% yetib qoladi-da. Mahmudjon, mana oborib bir joyga bekor chiqilasiz. Mana shu tepganda 2 metr o'sha qaqalatib borganda maza qilib olasiz-da. Voy. Bir oyoq ko'rib turish kerak ekan, ha. Birdan yurishtirib bo'lmaydi. Bu joydan keyin 10 minut 20 minut cho'zib burada bir qo'yib boraverasiz-da. 12 oy yoshga to'lgandan keyin hol bor ekan, 1 soat biz ham qo'yib ana undan keyin qaltagini ko'rsatadi, ha. 9 oygacha bekor chiqib turish kerak, lekin ko'p emas. Kam o'stirib, chiniqtirib, yo'li ochilib. Birinchi safar bekor chiqilsangiz, ikkinchi safarda o'sha boshqacha harakat qiladi-da. Keyin boshqa makonlarga, Xo'rozga nisbatan boshqacha qaraydi. Yonida uyda yurganingizga ham derskilik qilmaydi. Avaylaydi makonlarni ham. 1-2 marta bekor chiqsangiz. Mana qarang, mana shu parandalar qishda semiradimi, yozdami o'ga ko'proq? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Esi semiradi qishni yo'q. Yaxshi ish keladi. Kecha kunduzda o'ta semirish davri keldi. Sovuqda semiradigan. Mana mart oyigacha Yog' yig'adi, semiradi. Mana hozir kecha kunda berganingiz badaniga yuqadi. O'shaning uchun sog'da ko'proq makka beramiz, bundan kamroq beriladi. Bu mana makkani yeyishib o'tganda o'zi, endi makkani yeyishdi faqat. Makkani qizdiradi-da u. Qizdiradi u. Mana shu yerdan burilamiz chapga. Ularsa Beton tugashidan yetib keladi dedik, o'g'rachilar. Beton tugashi.
Keyingi videoda albatta o'sha Tohirjon bizdan yoshroqmi kattaroq? Yosh bola. Ha, biz Tohirjonni videosini ko'rasizlar. Bo'lsa, mana shu kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bu Mahmudjonni bu yangi kanali inshaalloh. Bu kanalda ham bugun yer edi Mahmudjon. Balg'o beraman dedi. ana. Bo'ldi. Bo'lmasam kuzatishda davom etinglar. Obunachilar sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar. Kasal bo'lmanglar. Mayli. O'zi ham вообще qimillatib oldi-da, dukur-dukurlar bilan yuraverib.